qizlarda, kelinlarda, ayollarda shar'iy hijobni kiymasligi, avratlarini yopmasligiga bir qancha sabablarni, bahonalarni ko'rsatishadi. Shulardan bittasi, men o'ray deyman, holimani onam unamayapti, erim unamayapti, akam unamayapti, otam unamayapti. Bunday opa-singillarga javob shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osiy bo'ladigan ishlarda maxluqqa itoat qilinmaydi degan hadisni aytamiz. Ma'ting toza bo'lsa bo'ldi-da, nima endi desa, aytamizki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarning qalbi albatta pokiza bo'lgan. Shularga Alloh taolo avratinglarni yopinglar deb aytgan. Yana bir bahonasi. Men hijob bo'lsam, shu issiqqa chidamayman, nafasim qaytib ketadi. Dunyodagi optoqda issiqqa chidamasa, shunaqa sabri yo'q bo'lsa, jahannam o'tiga sabri yetarmikan? Mana shu opa-singillarimiz. O'rayman deydi bir xilga, yana bitta bahonalardan. Jinday yoshim kattaysan deydi. Eshitib qolamiz. Yoshsan hali deydi. O'ynab qol deydi, yurib qol deydi. O'lim tanlamaydi. Mo yosh ekan, mo qari ekan demaydi.